Assalomu alaykum. Ayolingizning qalbini zabt etishda 3 ta tavsiya. Birinchi tavsiya. Eshituvchi quloq bo'lsangiz, siz uchun unchalik muhim bo'lmasa-da, u gapirganida eshitishga harakat qiling. Chunki ayol kishi ko'p gapirishni yaxshi ko'radi va o'z fikrlarini yaxshi ko'rgan insoni bilan ulashishni xohlaydi. Ikkinchi tavsiya. Uni ehtirom, ya'ni hurmat qiluvchi bo'lsangiz. Chunki u sizdan doim hurmat ko'rsa, taqdirlanmasa yoki boshqalar oldida o'z o'rniga qo'yayotganingizni ko'rsa, u sizning qalbingizda o'z o'rni borligini his qiladi va sizga qattiqroq bog'lanadi. Va asosiy 3-chi tavsiya. Haftaning bir kunini u uchun ajrating. 6 kunni mayli ishingiz, do'stlaringiz, ota-onangiz yoki telefoningiz uchun ajrating. Lekin bir kunini ayolingiz va farzandlaringiz uchun ajratishni esdan chiqarmang. O'sha kuni aylanishga boring, tabiat qo'yniga bo'lsa ham yoki birgalikda taomlar qiling. Ko'proq ayolingiz bilan gaplashing va bolalaringiz bilan o'ynang. Ular shu kunni kutib yashashadi. O'sha kunni ular hayit ayyomlari kuni kabi bilishadi. Uramax Med Center bizning vazifamiz va bizning maqsadimiz sizning sog'lig'ingiz.